Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning eng go'zal odatlaridan biri birov narsa so'rasa Rasululloh hech qachon yo'q demagan. Bu Nabiy sollallohu alayhi va sallamning eng go'zal axloqlaridan biri. Jabir radhiyallohu anhu aytiblarki, "Ma su'ila Rasululloh sollallohu alayhi va sallam shay'an qattu faqala la." Nabiy sollallohu alayhi va sallamdan biror narsa so'ralsa aslo yo'q demaganlar. Nima so'ralsa Rasululloh berganlar. Nabiy sollallohu alayhi va sallamga bir ayol o'z qo'llari bilan bir chopon tikib, "Ey Allohning nabiysi, mana shu choponni siz kiysiz, o'zim o'z qo'llarim bilan to'qidim" dedi. Nabiy sollallohu alayhi va sallamda shu cho'ponga ehtiyojlari bordi, shu to'nga ehtiyojlari bordi. Nabiy alayhisalom xursand bo'lib kiydilar. Kiyib turganlarida sahobalardan biri o'rnlaridan turib, "Ey Allohning rasuli, shu to'nni menga bersangiz" dedilar. Nabiy sollallohu alayhi va sallam xo'p dedilar. Biroz muddat kiyib turganlardan keyin to'nlarni, choponni yechib haligi kishiga berdi. Nabiy sollallohu alayhi va sallam o'rnlaridan turganlardan keyin qolgan sahobalar bu to'nni talab qilgan kishini malomat qilishdi. Nabiy alayhisalomni yo'q deya olmasligini bilib turib, Nabiy sollallohu alayhi va sallamning shunga ehtiyojlari borligini bilib turib siz so'radingiz, yaxshi ish qilmadingiz deydi. Shunda sahobiy aytdiki, "Men bu choponni, bu to'nni kafanim bo'lishligini xohladim" degan ekan. Nabiy sollallohu alayhi va sallamning muborak jasadlari tekkan kiyim meni kafanim bo'lishligini xohladim degan ekanlar. Ushbu hadisni rivoyat qilayotgan Sahl radhiyallohu anhu aytadilarki, haqiqatda shunday bo'ldi deyaptilar. O'sha kishi vafot etganda Nabiy alayhisalom bergan chopon, o'sha to'n unga kafan bo'ldi deyaptilar. Ulamolarimiz shu voqeani o'rganadilarda, Nabiy sollallohu alayhi va sallamdagi qimmatni ko'ring deyapti. Nabiy alayhisalomdagi o'zlari muhtoj. Bir kishi atay Nabiy alayhisalom uchun to'qib kelyapti. Lekin so'rasa yo'q demayaptilar, berib yuboryapti.